Hozirdagi ko'rayotgan holatinglar to'g'ridagi jentra встречкадан kelyapti. Endi buni reaksiyasini ko'ringlar. Qo'ydi. Og'a buni kiring. Qayerda yo'l. Ana yo'l kirib bo'lganman, ana yo'l deyapman. Aynamga urmaydilar. Mana yo'lga keling aka. Prinsiplarni xuyila, ana bu yerdan o'tyoman senga. Moshin kelib ko'rasiz aka. Ana bu yerdan prinsiplarni xuyila bilan. Aman. Mana shu jentrani egasiga ikki og'iz gapim bor. Aka 1000 plyus ko'p bo'lsa ham, qanaqadir mansabdor odam bo'lsangiz ham, shahar bedaraz emas, xohlagan ishingizni qila olmaysiz. Bu bir. Ikkinchidan mana shu Jigulini o'rnida qanaqadir inomarka bo'lsa, siz mashinadan tushmasdingiz ham. Shunda uzr deb ketardingiz, u holatdan chiqib ketardingiz. Uchinchisi, mana shu qilgan ishingizga aniq javob berasiz. Bilmayman, bugunmi, ertaganmi, indinganmi, qonun hamma uchun bir. Anchadan beri trassadagi bu o'yinlar haqida tema ochmoqchi edim. Nima bo'pti o'zi? Oxirgi payt nima buncha agressiya qayerdan? Bitta xato qilib qoldingmi? Qiz bolami, yo'qmi? Qarab o'tirishmayapti. Oynani ochib, boshini chiqazib so'kib tashladi. Kerak bo'lsa chiqib mashinadan uradi ham. Akalar, ukalar, bilinglar, hozir bunaqa zamon emas. Bitta kamera sizlarning hamma ishinglarni hal qilib qo'yadi, ishoninglar. Ertaga yaxshigina bola bo'lib olib, uzuringlarni so'raysizlar. Nima kerakmi sizlarga shu? Bo'ldi, yig'ishtiringlar unaqa mashinadan chiqib, baqirib. Hozir unaqa zamon emas. Bitta video bilan ishinglar hal.